may bo'lsa 12 may kuni bonus oxirgi kuni tugadi. Avvalo 145 ta zakaz qildi. Endi kimlardir aytayapti, mana bu 2 kilometrdan kichkina bo'lgan nima deydi, zakazlar, misol uchun mana bu mijozlar bilan boriladigan masofa 2 kilometrdan kam bo'lsa bonusga hisoblanmaydi deyishyapti-da. Endi qanchalik haqiqatga yaqin bilmayman-ku, lekin men tavakkal qildim. 145 ta zakaz qildik. Bonus, двойной bonus oldik. Bittasi 145 ta zakazga nakleyka yopishtirganimiz uchun brendga berildi. Ikkinchisi 143 ta zakaz edi. 143 ta zakazga 143 ta zakazga qancha beryapti? 710 ming so'm beryapti-da. Общий hisobda 1 million 110 ming so'm bonus tushishi kerak. Endi bilmadim, endi ertalab ko'ramiz. Balansimizda pul tushgan bo'lsa ko'ramiz-da. Undan tashqari kecha 33 ta zakaz qilganman. Mana hozir ko'rsatishim mumkin. Kecha 33 ta zakaz qildim. Bugun bo'lsa 32 ta zakaz qildim. Kechaga 682 ming so'm bo'ldi. Bugungisi 762 ming so'm bo'ldi. Mana ko'ryapsizlar, 762 ming so'm bo'ldi. 33 ta zakaz, 32 ta zakaz. Nima deb o'ylaysizlar? Sparkda propan, то есть metana bor. Adashmasam 300 kilometrdan oshiq yurdim-da. Уже ikkinchi zapravka, 2 marta zapravka qildim. Hozir mana uyga qaytyapman. Xudo xolasa mana ertaga bonusi yana birinchi kuni 600 ming so'm bonus beryapti. 600 ming so'mga adashmasam 600 ming so'mga 157 ta zakaz beryapti. 600 ming so'mga. Endi o'shani ham bajarishga harakat qilamiz. 157 ta, men 145 talik o'zim o'sha, ya'ni brend bonusini 145 taligidan oldim-da. Plus naryoqda 600 ming so'm 157 ta zakaz. Xudo xolasa ertadan sekin ishni bosamiz yana.